Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan. Qur'ondagi shifo oyatlari. Shayx Abul Qosim al-Qushayri shunday hikoya qiladilar: o'g'lim qattiq kasal bo'lib qoldi. Hatto uning tuzalib ketishiga umidim qolmadi. Qattiq iztirobga tushdim. Shu kecha janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rdim va u zotga o'g'limning og'ir betobligidan shikoyat qildim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shunday dedilar: shifo oyatlarini bilmaysanmi? Men darhol uyg'onib shifo oyatlarini fikr qildim va Qur'oni Karimning 6 joyida ekanini topdim. Birinchi Tavba surasining 14-oyati. Suraning o'zbek tilidagi matni. Mo'minlar hamma sinalariga shifo beradi. Yunus surasining 57-oyati. O'zbek tilidagi matni. Dillardagi narsa shirk illatiga shifo. 3. Nahl surasining 69-oyati. O'zbek tilidagi matni. Ularning qorinlaridan odamlar uchun shifo bo'lgan turli rangdagi sharbat, asal chiqur. 4. Isro surasining 82-oyati. O'zbek tilidagi matni. Biz Qur'ondan mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz. 5. Shuara surasining 80-oyati. Kasal bo'lganimda uning o'zi menga shifo berur. 6. Fussilat surasining 44-oyati. O'zbek tilidagi matni. Ayting, ushbu Qur'on iymon